bitta qizlarni uriydigan bashara qilib. Kameraga. Qilib bitta kameraga. Da. Ya, men qizlarni uramayman. Bitta qilib. Chapdan bitta tashlab berasan. Bitta qilib o'tdi qiz. Pul so'rashga mashina qoldi. Pul bering. Serious. Qo'rqitadigan mashina. Yaxshi, 5000 so'm. Prosta. Anaqa bo'ldi-da, balonni chiqartirib bering. Bitta ko'rsatingchi. Shart turing. Давай. Bizlar ham shoshirdingiz-ku. Ha, qiyin ekan. Bir daqiqa. Bo'la qolma. Bo'lmasa boshladik aka. Bo'ldi aka, razgovor yo'q. Katta, sigaret yoki nos? Voy, tabiiysi aka, sigaret. Sigaret yoki elektronka? Elektronga zapret bo'lgani sigaret. Sigaret yoki AX? Sigaret aka. Sigaret yoki kalla? Voy, yomon qolsizlar-ku. Tabiiysi-da aka, kalla bo'la qolsa. Kalla yoki pivo? Ustida lekin kalla ko'tarib oladi, pivo zo'r ketadi aka, pivo. Pivo yoki aroq? Ya, pivo aka. Pivo yoki viski? Viski aka, pivo mendan xafa bo'lmang. Viski mendan boshqa ketadi. Viski yoki klub? Klub aka, klubda qizlar yo'q-yo'qda. Bo'lmasa oxirgisi klub yoki qiz? Voy. Yomon qolsizlar-ku. Qiz aka endi, qizlar bilan yo'q-yo'q topadi, короче, o'sizmi? Deyman. Bo'lmasa qiz g'olib chiqdi. Hurmatli shu ko'rib turgan bolani ota-onasi, iltimos qilib o'g'linglarni tarbiyaga chaqirib qo'ysanglar. Yomon buzilib ketibdi. Qandomazza. Yoshingni eslaganlar bormi? Men ham adashmasam taxminan 13-14 yoshimda shu yoqqa kelib cho'milardim, mazza qilib. Mana ustiga hamma chiqib ko'rgan bo'lsa kerak, mana chiqib turibdi suv. Mazza. Biz mana shu yerda cho'milib, bu yoqqa qoniqmasa, bu yoq tomonga oqar suvga o'tardi. Hozir endi bu yoqlarni chiroyli qilib remontlar qilib qo'yishgan, oldin bemalol ketib turib yugurib kalla tashisa bo'lardi. Kechagidek yodimda bari